Assalomu alaykum hurmatli baliqchiliklar. Bu yil maktab bitiruvchilarini yangi hayotga qadam qo'yayotganligi munosabati bilan ularga biz avtomaktabimizdan 10% chegirma e'lon qilinadi. Agar shu maktabda o'qib, ta'lim olish jarayonida ular ertaga oliy ta'lim muassasalariga kontrakt yoki grant asosida o'qishga qabul qilinsa, kirsa, yana 10% chegirma qilib beramiz. Bu imkoniyatdan ular 20% jami chegirma bilan o'qishlari mumkin bo'ladi. Barcha baliqchiliklarni yangi dastur orqali imtihon tayyorlik kursimizga taklif qilamiz. Qisqa fursatda o'rganib, imtihonni o'tib olishlari mumkin. Maqsadimiz faqat imtihonni o'tish emas, haydovchilarimizni xavfsiz yo'llarda harakatlanishini ta'minlash bo'ladi. Keyingi imtihon natijalarini bilan sizlarni tanishtiramiz va imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan o'quvchilar bilan ularning taassurotlarini o'rtoqlashamiz. Baliqchi avtoliderga rahmat. 20 tadan 20 ta to'p chiqdik. Domlaga katta rahmat. Baliqchi avtolider o'quv markazida mana kechki tayyorlik kursida 10 kun mobaynida o'qidim. Hasamovga kattakon rahmat. Mana birinchi imtihondan o'tib ketdim. 20 tadan 20 ta olib chiqdim. Hamma domlalar yaxshi, domlalarga rahmat. Hasanboy domlaga atenda rahmat. Baliqchi avtolider zo'r, hammalaring kelib taqdim olishlaringni maslahat beramiz.